Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman markazi Chorvador guzarida sotilayotgan bitta uyda obzorlarini ko'rsatib o'tamiz. Kimga ma'qul bo'lsa telefon raqami, narxlarini oxirida aytib o'tamiz video so'ngida. Kimga ma'qul bo'lsa bemalol murojaat qilib, uyni ko'rib, narxlari yoqsa bemalol xarid qilishlari mumkin. Mana to'g'rida ko'rsatyapmiz. Muzrabot tuman bozori chorrahasi Farruh to'yxonadan to'g'ri kelaverishda 3-ko'chada joylashgan uy. Yaqinroqdan borib, hovlisi, necha xona, hammalari haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Mana to'liq ma'lumot berib o'taydigan bo'lsak, mana qo'shnining uyi, bu tomoni mana konteynergacha to'liq yer uchastkasi 20 sotikdan iborat. Mana kelaverishdagi asosiy ko'cha, mana ko'rishimiz mumkin. Yangi ustalbalar, sprout kabel o'tgan, gaz turba, gaz, suv, svetda muammo yo'q. Mana shunday davlatimiz tomonidan mana shunday yangi latoglar bo'lgan yaqinda. Barcha sharoitlar bilan tanishtirib o'tamiz. Mana to'g'rida bog'cha bor, maktab ham ko'p uzoq emas. Mana bu tomonida uyini o'ng tomonida ko'rishimiz mumkin. Garaj, oshxona, tandir naves, bir 5-6 xonaga mana 50-60 santimetrmi, chamasi 80 santimetrlar balandlikda fundament tashlangan. Bu ham bir qulay sharoit. Hovlisini u tomoni hamma barcha sharoitlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana uyni ko'rishimiz mumkin. Yangidan qurilgan uy. Hech kim yashamagan ma'lum muddatda 5 xonali uy, ayvoni bilan pishig'ishdan ko'tarilgan. Mana kirishalarni ham ko'rishimiz mumkin. Zamonaviy fasonda qilingan. Hovlisi 20 sotik. Mana bu tomondan ham zabor qilishga mana fundamentlar terilgan. Ustiga nima deydi, monolit karkazlari quyilgan. Bemalol darvoza qo'yish mumkin. Masofa ham 4 metr chamasi. Mana ko'rishimiz mumkin. Hovlisi ham shinamgina. U tomoni rishotkagacha. Bu yog'i ham mana keng. Daraxtlar hamma sharoitlarga ega. Hovlisi ham mana ko'rishimiz mumkin. Daraxtlari bor, kengishgina. Molxonasi bor, mana 2 etaj qurilgan. Yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana kranti ham hovlini qulay joyida o'rnatilgan kran. Mana hojatxona barcha sharoitlari mavjud. Ma'lum muddat hech kim yashamaganligi sababli ozmoz bunday besporядка bo'lib turibdi hovli. Ko'rishimiz mumkin mana fundamentini. Mana shu yergacha 1, 2, 3, 4 xona, 3 xona, oshxona, poshxona qilib foydalansangiz bo'ladi. Oxiridagi bir xona garaj. Mana ko'rishimiz mumkin, molxonasi ham mana 2 etaj. U tomon qo'shni zavori, mana bu tomon qo'shni zavori. Xullas, sharoitiga gap yo'q. Mana uyda ham ko'rishimiz mumkin. Daraxtzor, barcha qulay sharoitlarga ega. 20 sotik hovli. Mana ko'rishimiz mumkin, uy yomon qurilmagan, yaxshi sharoitda qurilgan. Prosta o'sha qurilgan zamonlarda mana shu eshik ramkalari eski fasonda bo'lgan. Mana akva yoki zamonaviy NDF eshiklar qo'yishingiz mumkin. Uy 4 xona, verandasi bilan 5 xona. Ko'ryapsiz, mana hovlisi 20 sotik. Agar hovlini yerni o'zini hisoblayotgan bo'lsangiz, Muzrabot tuman markazi Chorvador guzarida 22-20 million deyishyapti. 20 million xayriga o'tib 2 millionni hisoblagan taqdiringizda ham 20 sotik yerni o'zi 400 million so'm bo'ladi, quruq yerni o'zi. Mana uyni o'zi arzimagan pulga qolyapti, bunday o'ylab ko'rsangiz. Ekranda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz, yana aytib o'tamiz. 97lik 808 90 72 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilib, kelib, ko'rib, ma'qul bo'lsa sotib olishingiz mumkin. Egalari $60 ming deya baholayapti. O'ylab ko'ring, 20 sotik tomorqani o'zi, quruq yerni o'zi 400 million bo'lgandan keyin bunchalik darajada uyni qurishingizni o'ziga
400-500 million pulingiz ketib qoladi. Mana zamonaviy tartibda qurilgan, faqat o'sha davrlarda mana shu yog'och eshik derazalar moda bo'lgan. Hozir modadan qoldi. Meni fikrimcha NDF, Aqua xohlagan eshiklaringizni anav qilib, ozmoz ta'mirlanayotgan joylari bor. Sababi nimadaki, 2 yil mobaynida hech kim yashamagan bu hovlida. Shuning uchun ozmoz qarovsiz qolib ketganligi sababli tashqi tomonlariga bir e'tibor bilan fasad ishlari berilmagan. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda yana ham telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. 60 ming dollar deyishyapti egalari. Savdolashib o'tib berayotgan joylari bor. Kimga yoqqan bo'lsa, bu darajada hovlini meni fikrimcha Muzrabot tumanidan topish qiyin. Gaz, suv, svet muammosiz mana ko'ryapsiz. Ariq suvi ham mana beminnatga mana tomorqalari sholi suvlaganday mana bo'kib turib suv ichib yotibdi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akmal Jumayev kanallarini kuzatib boramiz, like-ni bosamiz, obuna bo'lamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Mana shunday qiziqarli videolarni chiqarishda charchamaymiz. Keyingi so'nggi videolarda ham kuzatib borasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar.